Salom do'stlar. Bugün sizlar bilan ertaga qaranglar. Men sizlarga bugun nimani ko'rsatmoqchiman. Dastlab bugun sizlar bilan nahotki 10 ta video qilibmiz. 5 ta obunachi yig'ibmiz. Bu degani judayam ko'p muammo degani. Nimaga axir men ham achinamanku 10 ta video 5 ta obunachi. Menga ko'proq obuna bo'linglar. Qaranglar, men topishni o'rgataman. Mana bu joyga o'tamiz, qidirishda bosamiz. Bu yerda turli bir yozuvlar chiqadi va bu yerda hammasi kichkina harfdan bo'lgan. F-A-H-R-I-D-I-N-V-I-Ch deb bu joyga o'tib pastga chiziqcha 007 deb yozadi. 007 deb yozadigan bo'lsak, bu yerda albatta meni akkauntim chiqadi. O'shaning uchun menga ko'pchilik odamlar obuna bo'lmagan. Menga shunchaki yozib obuna qo'yinglar. Biza 20 ta bo'laylik, 10 ta emas. Ko'pchilik ka bo'lsa, men hali 10 ta obunachi, ya'ni 10 ta video